Assalomu alaykum. Bugun biz geodeziya va kartografiya kursi bo'yicha amaliy darslarimizni davom ettiramiz. Bugungi mavzuyimiz ArcMap ilovasining interfeys oynasi bilan tanishish hamda ishchi holatga tayyorgarlik ko'rish bilan izohlanadi. Demak, ArcGIS dasturi o'rnatilganidan so'ng unda bir qancha standart oynalar bo'lmasligi mumkin. Misol uchun, mana eng sodda ko'rinishdagi ArcMap oynasi bilan ishni boshlab ko'ramiz. Demak, mazkur oynada sanoqli elementlar yuqori qismida mavjud va asosiy qismi va oppoq qismi bu extend deb nomlanadi. Bu qismi bo'sh ekanligini guvohi bo'lmoqdamiz. Bu yerda bir qancha standart oynalar mavjud. Ularni biz qo'yishimiz lozim. Bu suv va havodek kerak. Birinchi navbatda Table of Contents deb nomlanuvchi oyna ekranning chap qismida edi. Bu oyna agar faoliyat davomida ham yo'qolib qolishi mumkin, tasodifan o'chirib qo'yilishi mumkin yoki bizga xalaqit berganda o'chirishimiz mumkin. Va buni qayta o'z o'rniga qaytarish yuqoridagi Table of Contents tugmasi orqali bajariladi. Bir marta bosamiz va buni agar bizga chap tomonda foydalanish noqulay bo'lsa, buni yuqoriga, o'ng tomonga, pastga yoki chap tomonga olib ko'chirib qo'yishimiz ham mumkin. So'ng bizda katalog oynasi mavjud edi. Boya ko'rganimizda mana bu yerda qaysi papkada qaysi ma'lumotlar joylashganini ko'rish uchun biz katalogdan foydalanamiz. Bu dasturning ajralmas muhim bir bo'lagi hisoblanadi. Uni bir marta bosganimizda mana sariq belgini bu yerda qaysi papkada qanday ma'lumotlar mavjud ekanligini ko'rishimiz va tartiblashimiz imkoniyatlari saqlash, o'chirish, yangi baza yaratish kabi imkoniyatlar shu oyna orqali bajariladi. Bundan tashqari bizda qidiruv tugmasi mavjud. Bu tugmani bosganimizda oyna ochiladi va bu yerdan biz turli uskunalarni hali keyingi darslarimizda alohida ko'rib chiqamiz. Uskunalarni shu yer orqali tez va oson topishimiz ham mumkin. Hop, bundan tashqari yana mana ArcToolbox nomli qizil tugma mavjud. Bu ArcGIS dasturining analitika yo'nalishi bo'yicha suv va havodek zarur uskunalar majmuasi hisoblanadi. Bu yerda 3 o'lchamli analiz, boshqa turdagi analizlar, kartografiya uskunalari, konvertatsiya uskunalari, data interoperability, ya'ni bu yerda tezkor eksport va import qilish funksiyalarini o'zida mujassam etgan uskunalar, data management, ya'ni ma'lumotlarni boshqarish, turli xil fayl formatlarini o'zgartirish, ularni transformatsiya, proyeksiya qilish yoki boshqa turdagi amallarni bajarish imkoniyatlari aynan shu uskunalar paneli ichida joylashgan. Bundan tashqari editing tools, ya'ni tahrirlash uskunalari, ya'ni chiziqlarni aylantirish, generalizatsiya qilish, snap, ya'ni yopishtirish, extend chiziqlari va hokazo. Bundan tashqari geocoding, bu chuqurlashgan GIS, kartografiya va geodeziya ishlarida foydalaniladi. Bundan tashqari mana geostatistika qismi mavjud, interpolyatsiya, simulyatsiya, yana qo'shimcha utilitlar va geostatistikal qatlamlar bilan ishlash oynasi mavjud. Yana chiziqli referens amallarni bajaradigan uskunalar bor alohida. Ko'p o'lchamli uskunalar mavjud. NetCDF fayllar bilan ishlashga mo'ljallangan. Network analiz, ya'ni tarmoq analizlari, parcel, ya'ni
qismlarga bo'lib analiz qilish, ya'ni tahlil qilish, sxematik analizlar, serverlarga bog'lanish yoki server yaratish, kompyuterdan server sifatida foydalanish, nashr etish, umumiy geovizualizatsiya masalalariga yondashuvchi uskunalar jamlangan. Masalan, fazo va vaqt uskunalari, fazoviy tahlillar hamda statistik tahlillar, fazoviy statistika, tracking analiz kabi uskunalarni jamlagan oyna hisoblanadi. Bu orqali biz birlamchi ma'lumotlarimizdan turli xil murakkab va yo'nalishga ega qiymatlarga asoslanib tahlillarni amalga oshirishimiz mumkin. Bundan tashqari, har bir xaritani tasvirlash uchun bizda doimiy ravishda editing tugmasi bo'lishi lozim, ya'ni tahrirlash. Bizda hozir bu tugma yo'q. Bu tugmani topish uchun ekranning yuqori qismida sichqonchaning o'ng tomonini bosib, editor nomli uskunalar panelini qo'shishimiz kerak bo'ladi. Mana uskunalar paneli buning yuqori qismidan ushlab, buni turli tomonga surishimiz, joylashimiz yoki umuman olib tashlash imkoniyati ham mavjud. Odatda editor tugmasi 3-qatorning boshida turishi maqsadga muvofiq bo'ladi. Asosiy GAT dasturlarida aynan shu joyda turadi. Mutaxassislar bunga ko'nikishgan. Bundan tashqari yana Advanced Editing nomli uskunalar paneli mavjud. Advanced Editing mana ko'rishimiz mumkin. Bu murakkabroq bo'lgan tahrirlash amallariga yordam beradi. Bu haqda ham alohida mavzu shakllantirilishi lozim. Bu bir darsning ichida tushuntirish biroz kamlik qilishi mumkin. Dasturning asosiy interfeysi shu holatda turishi lozim. Mana ekranning o'ng pastki qismida katalog bor, qidiruv tugmasi hamda toolbox oynasini ko'rishimiz mumkin. Yuqori qismida esa editor hamda qo'shimcha standart vazifalarni bajarishga mo'ljallangan panellar joylashishi lozim. Umuman olganda mana shu holatda bu holat standart ishlash uchun yetarli hisoblanadi va sizlarda ham taxminan shu ko'rinishda bo'lishi lozim. Birinchi darsimiz shu joyda o'z nihoyasiga yetadi. Bizni kuzatishda davom eting. E'tiboringiz uchun rahmat.